Dufalak 2-1da qabziyat qaytmasligi uchun faqat ichakni tozalash emas, balki uning salomatligini uzoq muddatga tiklash muhim. Dufalak 1. Ichakni yumshoq tozalaydi. 2. Mikroflora muvozanatini va ichak ritmini tiklashga yordam beradi. Dufalak yumshoq va muntazam. Hammaga assalomu alaykum. Bugun aeroportdan boshlashga majburman videoni. Mana уже srazu uchib ketishga tayyorman. Bu safar Moskvaga yo'l olamiz. Moskvada yangi media futbol bo'yicha turnir ketyapti va Brook Boys o'sha turnirda ishtirok etib, mehmon bo'lishga taklif qilishdi. U yoqda Shahriy, Donik hammasini bilasizlar. Ularning ham hayotini ko'rsataman bu videoda va yangi turnir obzorini ham qilamiz. O'ylashimcha qiziq bo'ladi, kuzatinglar. Hozir уже sekin samolyotga chiqamiz, lekin ungacha nimadir ichib, nimadir yeb olaymi deb o'ylayapman. Aeroportda strashniy narx bo'ladi, prosta. Nima yesa, nima ichsa bo'ladi. Aytinglar, mana yeydigan narsa. Bitta plitka bosib yuboradigan joyimi deyman-da. O'zi kam pul olib ketyapman. U yoqqa pul ishlatgani ketmayapman, prosta kontent bosgani ketyapman. Senga ishlarim sari qorin och bo'lsam sotmadi g'urur bilan kedining arkasi ketdi как будто asar pul topdim. Xudoga shukr, joyim oydan oldirib bo'lib chiqdi. Mana nazar ketamiz. Ishlarni yuritamiz Nokia'da bir kun uya boraman apa Tony Montana din. Gece uxlamay ishladim. Xo'p, shunaqa qilib oqib qolgan holda Moskvaga ham kelib oldim. Telefonim o'chib qolganligi uchun meni kutib oladigan odamni zo'rg'a topdim va biz soat 4:30-5 larda Shahriy bilan Donik uyiga yetib keldik. Voyam Doniyor. Yaxshimi? Nima aeroportda xo'rlab olishdi, brat. Ushlab qolishdimi? Savol javob. Rossiyaga ishlashga keldim, umuman. Shunaqa mana Islombekka ham kutib oldik. Qalay o'zi nastroy? Qanaqa nastroy Doniyor? Mineralka ovqat qilib qo'yganmiz hozir Islomga. Yomon qorin ochdi, realni. Sok yablочный Islom uchun. Tualet, tualet. Tualet ham bor. Yomon lekin. Salom. Jo'natdim. Qadrdon подписчикlar, Unwanted Boys. Sizlarni ko'rmaganimizga ham ancha bo'ldi. O'zi otdimi? O'zi otdimi? Sizlar uchun 2 kun sirazi. Ovqatdan boshlaymiz, bitta sirazi. Bitta xonani obzor qilib chiqay o'zim. Mana eshikdan kirdik. Doniyor xonasimi bu? Doniyorjonbek. Nima bu ahvol? Tursi shapka, So'nggi qarang, ideal. naushnik, bir bitta quloqli naushnik nima? Yaxshi lekin. Doniyor shkafini ko'ryapsizlar. Nima kutdinglar? Voy jil, nima bu? Ha, qoldirib ketganmi? Bu yoqda nima bor? Hamma jo'tda ekanda. Oyiga nech pul bu? 65 mingmi? Yo'q, $8 bo'ladimi shu? 8 dollarmi? 8 dollar. Yaxshi lekin. Prosta cheki ekanda. Mana. Doniyor kuniga 3 mahal. Yaxshi. Buni ma'lum lekin. Vaziringga necha? Buni ham alaykum. Уже ancha salinniroq. Svet yo'qmi yo'q? O mana. Более-менее, ja zo'r emas. Davay Shahriydan so'raymiz. Nimaga ikkita kravat birlashtirilgan? Men do'stpay nimaga udobli bo'lgan, o'zimga shunaqa qilib qo'yganman. Ko'rib turibsizlar, xonada. Ochiqchasi gapirib qo'yilmaydi. Ochiqchasi ham qo'yilmaydi. Bir marta ham bo'lmagan hali. Biror marta qilib bo'lmadi qo'yganman. lekin. Xonasinglar qo'yib yuborib. Bilsanglar, siz uchun qo'limdan ovqat qildim. Voy, qorin ochganda. Voy. Sizlar ham yeysizlarmi? Voy, 4-12 dan beri qolamiz. Yo'q, yemasa janob. Biz qattiq Islom olib chiqdingiz tezda. Aeroportda xo'rlanib ketdim mollar. Mayli, qo'yaverasizlar o'zi. Hamma mana shu savolni bering deb yozdi. O'shaning uchun birinchi bo'lib mana Doniyordan boshlaymiz. Bu savolga javob berishga majbursizlar, qochmanglar. Doniyor, Brook Boys'dan sen qancha pul olasan oyiga, ochiqchasiga? $1000. $1000 olasanmi? Aldama. $1000 mana. Hozir olasanmi? $1000 plus xati. Shahriynikini so'ramay qo'yinglar. Ishga nimaga kiryapsan? Чтобы Men yetmayapti. men birinchidan yetmaydi, ikkinchidan men dальнейшем baribir katta trener bo'lmoqchiman. Bu yerda hozir UEFA litsenziyaga o'qiyman, C-ga. C-dan keyin bu yerda B-ga o'qiyman. B-ga o'qiganimdan keyin O'zbekistonda to'g'risini mana eksklyuziv etaman. Ayollar futbolga yengil olib kirmoqchiman. Mayli, Shahriga bitta shu savolni beramizda keyin ovqat yeymiz.
Shahriy. Bundan kam, bundan ko'p desa ham bo'ladi. Aytaman, Bu nechi pul dedi? premyerni aytaman. Bu nechi pul dedi? Ming devordi, bilmadim lekin u. Mani pulimni 3,5 ga где-то ko'paytirsanglar premyerni chiqadi plus minus. Nima u bukmekerlar pulni qisqartirmay ko'paytirdimi? Endi buni NFL 7 ga olishgani, o'shaning uchun bunga normalniy otishdi. Shunda Amkaldan yaxshiroq sharoitmi? Yo'q, plus minus bir xil. Plus minus bir xil. Mana bolalar menimcha birinchi kelganimga yetarli onasini ham san rost. Xo'rlanib ketdim, charchadim. Bolalar ertalabdan ketish kerak ekan, o'shani yana ko'rsataman. Bashara nima deyapti? Doniyor nima bu zavtraksiz uni tez turib olib. O'zim o'ylayapsan. O, dagoymas, bir soatdan keyin turib zavtrak qilib ketar ekanmiz. Bashara yo'q, 1 soat, 1,5 soat uxlab. Ko'cha nima deyapti? Uyquga to'ymay, ko'chaga bitta uni qarasanglar nima bo'ladi mana? Norvegiyadamiz. Erta Holland yuribdi mana. Atigi 2 soatlik uyqudan keyin bizni syomkaga olib ketib qolishdi va u yoqda o'zim ismim va raqamim tushirilgan ikkita yangi formani qabul qilib oldim. 2-7 da o'ynalarga. Mana poylaga chiqdik. Rossiyskiy formatdagi Pike deb nomlangan Kings Liga formatdagi turnir. Hozir challenge bizga olinadi. Brock Boys Junior komandasi bilan vot shtangaga poylab qo'yaman. Shtangani men hozir ko'rsatib beraman. Можно? Biz birinchi syomkani tugatdik. Bizga перекус. Такой легкий перекус qildik. Endi hozir mana ditishkalarning o'yini bor. O'yinlarni Bizda ham shunaqa bo'lsa. Motivatsiya otdi odam, to'g'risi. Unwanted Boys agar kids bo'ladigan bo'lsa, men уже нормальный litsenziya bilan kelib, o'zim trenirovka qildiraman sizlarni. Если что, islom yoshi bilan o'ylayveringlar, что treneringlar katta ehtimol bilan show taymdoni bo'ladi. Da, shunaqa. Bunga faqat pul kerak bolalar. Ya katta ehtimol Jonik ham bo'lishi mumkin. Jonik bo'lsa, lekin g'alabalarni kutmaylik. Voy bilan. Sen video olib turasan. Mashta. Na kolina tur mashta. To'g'risini aytaman, atmosfera вообще kayf. Вообще. O'zim shunaqa narsa tashkillashtirgim kelib qoldi. Qaysi bo'ladi? O'shanisi ham bor-da. Hamma narsaning iloji bor-da. Yaxshi niyat qilib qo'ysang, Jarda ham ketadi lekin. jarda hozir Любой narsa ketadi-da o'sha. To'ytepadagi qo'shnilarim ham hozir jarda o'ynab yuribdi. metrodamiz. Hozir Targoy sentrga ketyapmiz. Qanaqadir shartda, чтобы qiziqroq bo'lishi uchun video. Qiziq shartda nimadir o'ynaymiz. London City. Islom Nodirlar bilan band, lekin vlogini biza chista biza ma'no bera olmaydi. Realni ma'no bera olmaydi. Ko'rsatadimi? Targoy sentriga ovqatlanishga keldik. Nima yeymiz? Mana menyu hozir koreyskiy taom ovqatlanmoqchimiz. Shahriy hozir kirib qoldi. Ertaga dars gaplashamiz. Ertaga ham qotdi. Men hozir yo'q joydan VPNga pul to'ladim yana bilan. Перекус taksisi chek. Yoqimli ishtaha. Voy, yomon ketadi-yu bu hozir. Yoqimli ishtaha. Donik boshqa joydan ovqat yeyman dedi. O'shaning uchun kutyapmiz. Hozir olib kelib bu yoqqa o'tiradi. Shu qiz oldiga borib nomerini olib kela olsang, жесткий подгон bor. Bor ketdi jinni bo'l, Donik. Asfalt bo'lsa naqad yigit turgan bo'lsa. Chakib oldi. Javob beraman hozir keladi, leba panen yo'q, leba muz dedi. Men hozirga qarab bildim. Kim bor ekan? Muz bormikan? Erim iboram bor dedi. Seriyozno. Даже bolasi bor ekan. No, mayli. Borganing o'ziga respekt prosta. Shahri ketdi, qara. Nomer olgan. Bordimi, gapiryaptimi? Nima bo'pti? Gaplashyapti, beryaptimi? Endichi? Beryaptimi? Ko'ryaptimi kamera? Ashaqa deb, bitta olib qo'yaversan, ko'rsam, Targoy sentrda o'tirib o'tgan ketganlarni olib qo'yasan Instagramda, lekin men unaqa qilmayman. Mana hozir короче ular chiqoqlar kirib ketdi. Men bitta o'zim sizlarga obzor qilib beraman ozgina. Yo'q, qiz emas, men bu akvarium bor, короче, katta o'y, men ikkita. Yosh nechadaligini so'rayman. Mana kattaligini qarang, baliqmi bu, nima bu? Wow! Hozir Lita Energy bilan Amkal o'yinini ko'rgani keldik va Shahriy bilan bir ikkita joyga intervyu ham berardik. Chopper. Doggy style.
ham syomkalar ham tugadi. Endi magazinga kirib narsalarni olib sekin uxlashga ketdik. Yoqimsiz narsaga duch keldi bugun. Mana bolalar o'yinga ketyapmiz. Bugun Vadaga qarshi Islom birinchi taymdan keyin tushib, 2 ta gol uraman deyapti. 2 ta gol urgandan keyin bu hammasi emas, yana surpriz. Unaqa demadimi, Doniyor? Manmanimi? Kim aytdi 2 ta gol uraman? Nechta urasan? Nasib qilgani. Mana bolalar, bugun bizda o'sha o'yin kuni. Hozir borib, sekin Tudrotsga qarshi yugurib boramiz. Havo strashniy sovuq bugun. Doniyor, nimaga unaqa? Bir kunda havo o'zgarib ketishi mumkin. Qanaqa? Bitta narsa aytmoqchiman senga. Что Vadaga qarshi men уже o'ynaganman, и dubl qilganman. Bizlar короче Afrosiyobga keldik. Ko'cha sog'liq qilgani uchun gamash almashtiryapti. Shunaqa qilib poliga ham yetib oldik. Kiyinib bo'lganimizdan keyin bolalar bilan bitta selficha bosib yubordik. Hozir biz o'yinimiz boshlanadi, stadionga kirdik уже, mana Shahri ham tayyor. Bundan oldingi o'yin tugadi. Islomjonni videoga olishyapti. Сколько круче, чем чемпионат мира по медиафутболу, который получает вторая. Втроем, друзья, сегодня весь Узбекистан, в том числе, болеет за футбол. Спасибо большое, Слом. Этот матч будет просто невероятным. Nima holatsanmi? Bilmadim. Nimadir ko'rsatsam deyaptimi? Nima holat? Men Husanov keldim bu yerga, Abbos keldim. O'yinga kirish narxi $150 atrofida bo'lishiga qaramasdan, yurtdoshlarimiz bizni podдержка qilgani kelgan ekan. O'yindan keyin ularni xursand qilmasam bo'lmas edi va O'zbekistondan olib kelgan formalarimni ularga sovg'a qildim. O'zimizning komanda uchun-da, bu yoqda syomka qilyapti, montaj o'yin payti tushib ketyapti-da. Nima qilish kerak, shunaqa qilish. Shunaqa bizning shou match boshlandi. Бой. Счет 0-5 после первого тайма, но у нас стартует кто-то другой. Егоров, Чепенков, Ислом, Доник, Давыдов, Юра, Пиво. Все будут принимать участие в медиапике, но у Tudrotska Ре, Нейтан. Да, и Вагабон, конечно. Куда же без него? Егоров, классная обработка. Ислом, Должаборов. Можно бить! Да. Купить, прочитать и ознакомиться, но пока Вагабон хотел проникнуть, пройти границу сбить. Но Ислом был против, и тут обыгрывает Вагабон. Дальше что-то Вагабон. Мы знаем, как очень игрока на поле. И Ислом, слушай, что не играл. Роман Агучев, комментатор наш, тоже сегодня играл. И Вагабон хотел оформить дубль, но здорово играет футболист Брок Бойс с Исломом. Дмитрий Егоров, но Ислом сегодня затмил главного президента Брок. Влезает троих и 3-в-3 атака. Дмитрий Егоров против Нетета. Не на конференции, а на футбольном поле. Ислом с левой пробует. Endi ikkinchi o'yin Litenerjiga qarshi. В перчатках Илья сегодня играет за Литов. Удар поворот Фара. Тютюнников, Станов, Тропаревский, Ильяс и Головачев. Это состав Литов на этот месяц. Ислом отлично в этом формате. И почти всех прошел так громко, что обязательно врезалось бы в память. Ислом отбирает мяч на своей половине. Набирает скорость. Броуки и здесь готовы сохранить мяч Тютюнников. Видно, что старая школа в деле. Хватает скорости. Опасно! Va nihoyat Moskvadagi oxirgi o'yinim FK10 ga qarshi. Заходит в центральный круг. Отсюда не пробьешь. Ислом на Максимала Назарова. Тот построит его оттуда. Из десятки. Высокий защитник остался в стороне. Ислом. И опять они борются. Опять они не дают пробить. Забирает. И дальше уверенно выбросил. Остановили Максимала Назарова. Ну не атаку! Бровки. Ислом 2-1. Наконец! Насытили. Эту зону 2-1 Бровки. Они переламывают. Это волевая тогда получается. Медиапик. Mediapix'dagi g'alabamiz asosiy o'yinga bitta gol qo'shib berdi va bu orqali jamoaga ishonch bera oldik deb o'ylayman. Lekin shunga qaramasdan FK10 asosiy o'yinda ustunlikni yana qo'liga olib gol ura boshladi. Описание. Это могло показаться, что Невтров, не добегая, блин. Бьет и забил в центру поля. Выбежал Гудай. Зериков, дальний удар. Пятка не забивает, но она сейчас... Очень хороший шанс. Замахнул Галеев. Бьет! Забивает!
Мора уже сегодня забил. Шанс. И шанс для десятки забрать очередные 3 очка. Брайан Эдоу. Разбег, удар. Щерик издалека. Нет, он отдает передачу. Кент. Передача черный. Гол! Давай, Шахри! Мингас вратарских перчаток. Он может дальним ударом. Он все может. Пробил поворотом и можно забивать. Сука! Давай! 11! Наступил на мяч. Стал Яковлев. И отдает передачу. И они атакуют. Мурыченко. Shot 12-12. 13-gol urgan komanda yutadi. И снова Мингас. Всем поднимает удар. Мэджик. Удар, эту игру забрать. Мэджик. Покатил. Отдает ему. Удар. Nimalar bo'lib ketganini o'zinglar ko'rdinglar. G'alaba bilan tugadi. Statistikaga qaraydigan bo'lsak, keldim, 3 ta o'yin o'ynadik. 3 ta o'yin shotda edim, uchalasi ham победа. Значит, hammasi четко. Bu video sizlarga yoqqan bo'lsa, 20 ming like yig'aylik. Men shunaqa poyezdkalarni yana ham ko'paytiraman. Hammaga rahmat.